Andijon viloyatida aholining foydalanilgan ichimlik suvi uchun qarzdorligi salmoqli miqdorni tashkil etmoqda. Ayrim iste'molchilarning o'z zimmasiga yuklatilgan to'lov majburiyatlariga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lishi oqibatida qarzdorliklar yig'ilib bormoqda. Bu esa nafaqat qarzdor iste'molchilarning moliyaviy ahvoliga, balki boshqa aholini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois joylarda qarzdorliklarni qisqartirish, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishning ahamiyati yuzasidan keng ko'lamli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda aholi orasida ichimlik va oqova suvlarni debitorlik qarzdorligi oshib ketganligi sababli Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari tomonidan Andijon viloyati bo'ylab aholi o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda aholi tomonidan katta debitor qarzdorliklar, noqonuniy ulanmalarni oldini olish maqsadida Andijon suv ta'minoti jamiyatimiz xodimlari bilan birgalikda targ'ibot, tashviqot, tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Debitor qarzdorligi katta va noqonuniy ulanmalarga ulanib olgan fuqarolarga tegishli choralar joyida ko'rilyapti. Bugungi nazorat tadbirlari Andijon shahrining Yorboshi, Gumbaz va Saxovat mahallalarida tashkil etildi. Ushbu mahallalarda jami 14.073 nafar aholi istiqomat qilib, ichimlik suvidan foydalanganligi uchun umumiy qarzdorlik 1,717,695,857 so'mni tashkil etmoqda. Tushuntirish ishlari jarayonida o'z xulosasini chiqargan ayrim iste'molchilar mavjud qarzdorligini joyidayoq so'ndirdi. Bu kabi targ'ibot va nazorat tadbirlari viloyatning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda.